Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum. Biz sizga har kuni shunaqa ideal smartfonlar taqdim etishda davom etamiz. Bugun shunaqa zo'r smartfonlar tayyorlab qo'yganman. Qaranglar. S24 ni eSIMlargacha o'tgan $480 ga O'zbekistonda hali ishlamagan. $170 eSIMgacha o'tgan S23 ni eng yangi holatda xohlagan rangingizda krem deysizmi, oqidan deysizmi, hattoki qorasini salafalari daji olinmagan yangilarni taklif etaman. iPhone 13 Pro Max esa $500 evaziga 128.85 foizli eSIMgacha o'tgan variantda. iPhone 13 ni esa chegirma narxda, super arzon narxda, bor yo'g'i $335 ga. iPhone X No Face ID $110 evaziga. iPhone 13 mini 128 ideal holatda 95 foizli $299 ga. iPhone 13 Pro ni $455 ga 256.98 foizli. iPhone 13 ni esa juda ham arzon narxga $315 evaziga holati faqat salchi holasi bor variantda 128.96 foizli $395 evaziga. Honor 400 Lite bu modelni 185 qilib beraman, xuddi yangidek, absolyutno yangi. Galaxy S25 Ultra'ni $930 ga dual sim kartali ideal variantini taklif etaman. iPhone 12 mini 64.85 foizli narxi esa chegirma narxda Telegramga joylaymiz. Juda ham arzon ekan, lekin narxi hayratlanarli darajada arzon va men sizga Redmi Note 13 ni 6 ga 128 talisini taklif etaman. Aynan bu hozir siz uchun juda ham qulay narxda va rangi ham zakasni keladigan rangda inshaalloh. Infinix Smart 9 $88 evaziga yangidek natural rangda, $150 evaziga X8C ni yangi avlod smartfonini taqdim etaman. Smartfon ideal holatda $165 ga S20 Ultra va A33 modelimizni siz uchun maxsus narxda, chegirma narxda 110 qilib beramiz. iPhone 5 Pro ni aytib o'tdim. S10 Plus'larni $145 dan $150 dan qilib S22 Ultra'ni $430 ga salafalari darja olinmagan oq rangda haqiqiy elegantni telefonda ishqibozlar uchun taklif etiladi. S24 Plus modelimizni esa $490 berishga tayyormiz. S22 Ultra'ni esa A- variantini $370 ga qilib beramiz. Xiaomi 11 dan esa $245 evaziga. iPhone